Bu esa bolajonlarimiz uchun multivitamin, bu ham 100% tabiiy dori vositasi emas. Hech qanaqa zararli joyi yo'q. Bitalab o'qib chiqsanglar bo'ladi, bemalol Google ga yozib ko'rsanglar ham bo'ladi. Bolajonlarimiz uchun bu multivitamin. Undan tashqari bu yerda kattalar uchun multivitamin, bu ayollar uchun. Bu o'sha 3-chi olishlari, xudo xohlasa 4-chisi podarkaga keladi. Shunaqa qilib zakaz qilinishi. Mana vitaminni bu hamma ichish kerak, bilamiz. Har doim ham quyoshda mana shu vitaminni ishlab chiqazadigan paytida yurmaymiz. Shuning uchun baribir har bir insonga kerak. Vitamin yetishmasligini soch to'kilishidan, asabiylikdan, uyquni me'yorda emasligidan ham bilib olsa bo'ladi.